Hammaga salom, sizlar bilan men Fazikfon. Bugungi videoda Articraft Anarxiya serverida 0 dan 7 million pul ishlashga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam o'yinni boshlaymiz. Bu videomiz faqat mine qilib pul ishlashimiz kerak. Ya'ni avtoshaxtada mana shu kirka bilan mine qilamiz. Menga bu kirka juda yoqadi. Videoni boshlashimiz bilan avtoshaxta yangilandi. Bu juda yaxshi va birinchi 1 millionimni shu avtoshaxtada olaman deb hech o'ylamagan edim. Va biz bu yerda narsalarimizni sotamiz. Birinchi 1 millionni shu orqali ishlayman deb o'ylamagandim sira. Videoda sal qotishlar bo'lishi mumkin. Bu qotishlar sababi men faqat telefonda o'ynayman. Ikonchalar telefonimni qotiradi. Shuning uchun ham qotishlar bo'lsa uzr so'rayman. Nimaga bu kirkalarni yig'ib o'tiribsan deb gapirishingiz mumkin. Men bu kirkalar bilan o'z kirkamning efficiency, ya'ni tezligini oshirishim kerak. Shuning uchun ham yig'yapman. Demak, men videoni bir to'xtatib oldim, negaki avtoshaxta yangilanishi kerak edi. Va avtoshaxta yangilandi, men esa mine qilishni boshladim. Men o'zi videoni boshida maqsad qilgan edim 5 million ishlashga. Lekin afsuski 5 million ishlash juda ham oson bo'lib qolishi mumkin edi bu kirka bilan. Chunki bu Articraft serveridagi menimcha top kirka. Nimaga chanklaring kam desangiz, bu yerda odamlar ham ko'p va qo'shimchasiga chanklarni ko'paytirsam telefonim qotishi mumkin edi. Sizlardan iltimos, kanalga obuna bo'lib ketishni umuman unutmang, chunki men yangi youtuberman va 50 ta obunachi yig'ganimdan keyin nima desam bo'ladi, stream yoqmoqchiman.
Shaxta yangilangandan keyin mana yana videoni yoqdim. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nimaga bu joyga tushib o'ynasin desangiz, yaxshiroq mayn qilish uchun. Bu esa pulni ko'p tezroq topish uchun yordam beradi. Mayn qilishni boshladik. Bunisida juda ham tez mayn qilib tashladim, negaki raqobat kuchli edi. Tezroq mayn qilmasam boshqalar mendan oldin o'zib ketishi mumkin edi mendan. Raqobat juda ham kuchli anarxiyada va men narsalarimni Bayer bozorida, rudalarimni Bayer bozorida sotib oldim. Sotdim hammasini. Emas, endi faqat toshlar qoldi, negaki anarxiyada toshlarni sotib bo'lmaydi. Bu juda ham nima desa bo'ladi, afsuslanarli narsa. Menda 4.300.000 pul bor. Buni 7 million qilish uchun hali ancha vaqt kerak. Menda ko'rishingiz mumkin, shuncha pul bo'ldi bu shaxtadan keyin. Mana shaxta yangilanishiga ham kam vaqt qoldi. Bu vaqtda yana shu joyga tushib olib mayn qilishni boshlayman. Bunisi ham juda tez mayn bo'lyapti. Negaki kirka menimcha to'g'ri kirka. Buni avvalroq ham aytib o'tdim. Pasti hamma sehr shu kirkada namoyon etilgan. Men bu kirkani noldan ko'targanman, noldan kuchaytirganman. Lekin menikidan ham kuchli kirkalar bo'lishi mumkin. Menimcha o'z kirkamni 5-o'rinlarga qo'ysam bo'ladi. Chunki ko'rishingiz mumkin, raqobat juda ham kuchli, birdaniga mayn qilyapti. Telefonim qotib qoldi shu joyida. Menda 6.500.000 pul bor va bu pul normalniy narsa artiklat serverida. Video bundan juda ham qisqa bo'lib qoldi. Men 7 million pulni birdaniga topib qo'ydim. Va hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Videoni esa shu joyda tugataman.